Assalomu alaykum yurtdoshlar. Hozir biz Xitoydamiz, ya'ni Abu Sahiyda omboridamiz, pressxonada. Bu ma'lumotimiz asosan Xitoyga yangi keluvchilar uchun bo'ladi. Mana bu yuklarni O'zbekistonga olib kelsak, yo'l kirasi qanaqa bo'ladi? Bunaqa korobkaliklarda yoki press qoplarda, hozir press qopda ham ko'rsatamiz. O'shalar bo'yicha to'liq bir 10 minutlik, 15 minutlik video qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, foydali video bo'ladi degan umiddamiz. Mana bular press qilingan yuklar bular. Bu yuklarni bir kubasi $880. Lekin bular hech qaysinisi bir kuba chiqmaydi. Ya'ni hammani yukidan kelib chiqib, taxminan mana shu 0.8 chiqishi mumkin. Endi 0.8 ni ko'paytiraverasizlar. 88 ni 800 ga ko'paytirsanglar o'zi chiqib bo'ladi. Shu примерно $650-700 atrofida degani. Endi buni qanday bilib olaman ichidagi narsani, narxini desanglar, misol uchun $700 bo'ldi deylik, shu qopimiz, $700 bo'ldi. Kilosi 350 kilo bo'ladigan bo'lsa, demak $700 da 350 ga bo'lsangiz, kilosi $2 ga tushadi sizga, 100 gacha borib tushishi. Endi $2 ga misol 1 kilogizga futbolka misolida oladigan bo'lsak, 100 gramdan bo'lsa futbolka 10 ta futbolkangiz 2 kilo bo'ladi degani, shunaqami? Endi shunda $2 borani 13 mingdan hisoblaganimizda ham 26 ming bo'lsa, bitta futbolkangiz 2600 danga tushar ekan. 3000 borani 4000 bo'lsa. Lekin tangani boshqa tomoni ham bor. Hamma yo'q bunaqa arzon tushar ekan demanglar. Misol pastellar bor, atyollar bor, bittasi 4 kiloliklar bor. Endi 4 kiloligingiz $2 dan tushganda $8 bo'ladi. $8 80 ming 8 kare 3 24. 104 mingga tushyapti bitta adyolingizni yo'l kirasi. U tomonlari ham bor. Hozir u narigi tarafga ham boramiz. U yoqda oyoq kiyimlar hamda parfumeriya, korobkali narsalar upakovka qilishadi. Ularga alohida summa, uni ham ko'rsatamiz. Bet pressxona. Mana ko'raverasizlar. Hozir mana biznikilar ham turishibdi. Mana qilib kodlab qo'yishadi. Mana hamma o'zini kodi bo'ladi. 2648 shular bizniki. Mana hamma to'plab qo'yadi, har joylariga qo'yib qo'yadi. Keyin bunaqa presslarda presslanadi. Nechidir gradusda ham. Mana hozirdan O'zbekistonga kurtkalar ketyapti ekan, mana qaranglar. Kimlarnikidir bu ham, Toshkentga. Bu yoqda 6 ta, bu yoqda 6 ta press bor. Endi bu ma'lumot asosan yangi keluvchilarga-da, endi bu asosan haligi adashib yangi qolmasin degan ma'noda. Hamma ham boshida adashadi-da. Shunaqalar adashmaslik uchun ma'lumot. Keyin bu yerdan yuk olsanglar, o'sha press qiladigan kuni olib chiqtiringlar iloji boricha. Chunki buni deyishimga sabab bo'lmasa, biz u erkak kishimiz, ayollarga yuklari mana qoplarni, taylarda qolib ketib qolsa, bularni hammasini ochish kerak bo'ladi. Ochish uchun kuch kerak. Chiqmasa yana boshqa yoqda qidirasiz. Yana bitta ma'lumot. Deylik, bitta do'kondan pastel oldingiz. Mana pressda, ya'ni mana ikkinchi press bo'lsa, mana ikkinchi press yonrog'iga yo uchinchi press yonrog'iga tasha deb qo'yiladi. Keyin rasmga olib ham tashab qo'ysanglar, o'sha rasmga qarab turib, ha, manitlarda joylashgan ekan meni qopim deysizlar. Biz hozir shuna qilamiz-da. Hozir mana 4 ta joydan pastel sochiqlab olgan bo'lsak, to'rov ham rasmlarini tashadi, qiynalmasdan topib oldik. Tem bo'li hozir yuklar oz ekan. Oldinlari vaqti ko'p bo'ladi, juda qiynaladi. Xo'p, yana qanaqa ma'lumotlar qolib ketdi? Mana Urumchidagi akalarimiz presslarni zo'r qilib berishadi mana. Har biri ikkitadan pressga qaraydi. Bular ikkitaga, narigilar ikkitaga, uni narigilar ikkitaga. Nari yoqda Xitoylar. Bu tomonni faqat o'zbeklarga qilib beradi, u yoqda boshqa davlat, Tojikiston, shunga o'xshash yana Afg'oniston, shunaqalarga qilib beradi. Keyin mana bu bosaydigani hozir ko'rsatamiz, yana yurgizishganda. Mana ukkalarni qaranglar. Mana qaranglar, mana press qilyapti. Ezib 300 tonna og'irlikda ekan mana shu. Endi undan ham bosib tashlash mumkin, lekin tovar ham majaqlanib ketsa bo'lmaydi. Ha, ko'raverasizlar.
asrab boradi o'zini. Ko'rdinglar? Misol mana shunaqa katta qopda ham 2-3 tasi kirib ketaveradi-da, shu bitta press bo'laveradi. Xo'p, yana qanaqa qo'shimcha ma'lumotlar qoldi? Mana og'ir narsalarni mana roldagi Dilshod degan bola. Dilshod, og'irmi bu? Ha. Og'ir narsalarni mana qadamda ko'tarib turib ko'payib tashab qo'yishaveradi qopi bilan. Bu mashi presscha o'zi adiyo. Lekin mashini ham g'ijimlab kichkina qilib qo'yadi. Mana qilib simlarni o'tkazdirishadi. Tortishadi. Armaturalar mana simlar tiqadi bu yoqdan mana. Bu yoqda simni ulaydi. Mana bu qop tezishini ko'ringlar-da. Bu qaranglar endi hozir buni siqib ketyapti. Endi uni ochadi, tayyor bo'ldi. Tandirdan nonlar uziladi, shunday presslar chiqadi. Ochildi. Bu yoqda bu bosilyapti. Endi buni hozir aravaga solib taroziga olib borishadi. Hozir tarozini ham bir ko'rsataman. Mana qilib kodlarni sepib ham qo'yishadi hamma tomoniga. Mana hozir qo'shishadi. 3ta 4ta tomoniga sepishadi. Sababi buni Toshkentda ham u yoqdagi bolalar qidirib, topib yuklashadi-da. Shuning uchun 23748 kimdir kodi. Meniki 20648. Mana yuklarni ko'rasizlar. Mana tayyorlangan press qop kelyapti. Mana taroziga chiqariladi. Xo'p. 268 kilo chiqdi. Endi mana shu odamning nomiga rasmiylashtiriladi. Keyin nimalarini naklad o'yinlarini olsa bo'laveradi. Hisob kitob qog'ozlarini ofisga kirib. Bu ofisni mana ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'sh, Abu Safiy ikkinchi etaga chiqsa, uchta kod yozasiz chiqarib berishadi listga qancha bo'lganligini. Yuklar tashlab ketishyapti. Bu yerda Xitoy akalar, ular ham zo'r press qilishadi. Birinchi kelganimda mana shu akaga qilganimda dahshat qilib beradi. Endi hozir bular faqat boshqa yurt vakillarini qilishyapti ekan. Biznikini bu yoqdagi akalar qilyapti. Shunaqa qilib bo'lib qo'yib. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Shunaqa yaxshi foydali ma'lumotlarni imkon qadar joylab boramiz. Qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yinglar. Shunaqa Xitoyga chiqaman yoki shunaqa ishlarga qiziqaman degan tanishlarga shuni jo'natib ham qo'yinglar. Mehmonxona bu yoq. Mana bunda ham yuklar ketdi. Yoki ketyapti, menimcha presslanib ketyapti shekilli. Biza qoplar ham qilinyapti. Mana shular biz tovarlar. Hozir ezadi shularni ham hozir. Ezsa keyin yana solamiz. Mana adyol sal og'irroqligi uchun unda ilib olib ketyapti ukaxon. Uni ilib joylaydi buni. Tashar. Ikkita ko'taradi shekilli. Hozir. Ikkita ko'tarib mashinalarga yuklashni boshladi. Keyin bu mashina to'lgandan keyin mana furadagilar ham, bu ham
Bir 15-20 kilometr yurgandan keyin yana bitta katta bazalari bor ekan. O'sha yerda polniy tepalari haligi salafan brezenlari bilan qoplanib, yomg'ir yog'sa ham, do'l yog'sa ham, nima yog'sa ham hech nima bo'lmaydigan holatga keltirilib, keyin yo'lga chiqar ekan. Mana shu yostiqcha ham zo'r ekan. Yosh bolalarga oldik bundan ham. Ezilib ketaveradi, keyin yana joyiga qaytaveradi. Mana o'ralib ketyapti. Hozirlar bir ko'rsatamiz buni. Mana o'zi endi o'ralar ekan bu yerda. U qayta yana o'raladi lekin. Shu taroziga chiqami bir baloda bu. Mana o'ralgani, pustoyi, o'ralmagan lekin to'ldirilgani. Kemada yana to'ldirilyapti. Mana akalar ham o'qishyapti. Mana bizni birinchi pressimiz ochilyapti. Zo'r press bo'ldi. Menimcha kilosi ham hali bitta odamnikini tortdi. 268 kodi bu og'irroq chiqadi. 20 648 ga 48 chiqadi. Minus 31,5 da turar ekan. Mana men chiqdim. 66,5 ga 31,5. 98. Endi hozir qopimiz ham keladi, uni ham bir ko'rsatamiz hozir mana necha kilo chiqishi. Yo'q, kelyapti. Pressda. Davay aka. Mana qo'yadi. 400 kilo degan narigi mana 431. Вообще zo'r chiqdi. Mo'lar ko'pi odatda 350, 320, har xil chiqadi. 280, 400 kilodan oshishdi, zo'r bosib qo'yishdi.